Hürmetli vatandaş bugün sizlere 2022 yıl 6. ayının 12. günü az eski partiye leksiye sözüldük. Şu leksiye doğrusu da siz bilen yani ki vaziyet muhakeme elip barımız vatandaşım. Shangri-La yığını doğrusunda kısaca haber taptık vatandaş. Ya da Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Müdafiə Ministeri Austin bilen Cumhur'un Devlet Müdafiə Ministeri Wei Fenghe'nin münazara şekilde ya ki siyasette detalaş şekilde el işgallığını görüp öttük vatandaş. Endi onun kendili Yaponiya ötkende bir haber kılganı yok bu doğrusu sizlerge bu nayeti nazik iş. Yaponiya'nın işi nazik iş. Nimişqa deseniz hazır Yaponiya növbette vazip ötevatkan. Yaki vazip üstü turvatkan qoğdunuş nazartının bir nefer emeldar mı hem neçe nefer etmaptı. Emeldarını Tayvan'da turuşqa evetiş degen sözün üzü bu intayin sezgör. Çünkü üçün etkandı intayin sezgör mesela. Nim üçün bundaq deyimiz vatandaşım? Biz sizlerge ötkeni sözlüge leksiyalarımız sözüldük. 1910 yılı 20. asırının Yaponiya Tayvan'ı mustamlike kıldı. Yaki Tayvan'ı Yaponiya armisi kirip geldi. Yaponiya'nın hakimiyeti Tayvan'da orlaştırıldı. 1945 yılıgıcı boğan aralıkta tahminen 40 yıldak Yaponiya Tayvan gökmürallık kıldı. Yaki Tayvan Yaponiya'nın teritoriyasiga koşulup kaldı vatandaş. 1945 yılı G'arbda mesela Germaniya aldınqı sepede uğraş, İkinci Dünya uruşu. Uluğ Okyan aldınqı sepede. Şundaqla Amerika bilen Yaponiya o'ttirısidagi uğraş. Mesela az hesapta şu vaqtlı 20. asırın 40. yılında Amerika İki meydanda uğraş kıldı. Okşaşlı vakitte desiniz buladı vatandaşım. Yaponiya Pearl Harbor portu hücum kıldı. 41. yılı 12. ayının 7. günü. Yaponiya'nın bu məqsidi Şarkı Janubu Asya'ya ötüdüğün yolunu tazalaş. Yaki bu yolunu eçiş. Çünkü Şarkı Janubu Asya'ya Yaponiya'nın kiriş yolunu allaqaçan Amerika kontrol kılıp boğan vaqtla 20. asırның 40. yılları. Ahirki saatda Pearl Harbor'a hücum kılıp girdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Yaponiyaga uruş e'lon qildi. Endi Yevropa sepine qo'yib turayli. Urush e'lon qildi. Mushu vaqtda Yaponiyaning tajovuzga uchradi deb shundaq aytilgan. Jungo qaysi kunda deseniz göle qaqalari echilgan vaqt edi. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlari Yaponiyaga urush qildi. Jungola urush qilayotgan Yaponiyaning keyingi taqdiri qanday bo'ladi? O cho'qim mag'lub bo'ladi. Jungo shunga ozod bo'ladi deb Jungo o'zligidan xo'sh bo'ldi, shundaq bo'ldi. Yaponiya armiyasi 45-yili mag'lub bo'ldi. Jungo Yaponiyaga mustamlika bo'lishdan ozod bo'ldi vatandosh. Endi o'yinning qiziq hozir daqiqa nima chiqyapti desiniz, shu Yaponiya bugun Tayvanga qo'g'dinish nazorati. Chunki bularda davlat mudofaasi bo'lmaydi. Urushda mag'lub bo'lganda asosiy qonun urush qilmas to'g'risida shunda tuzilgan 9-moddasida. Shu Yaponiyaning davlat mudofaasi bo'lmaydi, qo'g'dinish nazorati bo'ladi. Shu qo'g'dinish nazoratining navbatdagi amaldori diqqat qiling. Pensiyaga chiqqan amaldor emas. Növbətdə qoğdunuş armiyası nazaretida xizmat qilayotgan qaysi bir amaldorni Tayvanga avatib, Tayvanda turish uchun Tayvanga avatish bu haqiqatan nozik ish vatandosh. Uning ustiga Yaponiya Amerika ittifoqi bor. 5-ayning 23-kuni Yaponiyada Tokyoda ochilgan yig'inda prezident Joe Biden qatnashdi. Bu yig'inda oraliqda masalan Amerika, Avstraliya, Angliya ittifoqi hamkorligi. Ondan keyin bu qatam Yaponiyada Tokyoda ochilgan 4 davlat Hindiston, Yaponiya, Amerika, Avstraliya ittifoqi hamkorligi.
Muşundaq vaziyet şekillenip bolğan muşu günde Yaponiya Qoğdunuş Armiyasının əməliyyatı hazır vəzifə ötəvatqan əməldardan birini Tayvan gəbətəş. Endi bu nemləyimiz çaq-çaqdan alqıb ketken. Yani Cüngüçü etqandı, Cüngüçü çaq-çaq qılıb geldi hazırlıqçı Yaponiya desiniz. Endi çaq-çaqdan alqıb ketken prinsiplik əməli başda etdiği əməli və real münasibət Cüngüçü qarta diplomatiya sahasında. Hem Tayvan boğazı meselesi əməli və real siyaset qo'llanish davri Yaponiya keldiydi. Yani çekinip durup bir ağız gap kılaylı yok. Otturda sizlerge leksiya sözüldük. Amerika Qo'shma Shtatlarının armiyası, yoki Amerika armiyasının mashqovulları Tayvan'da hazır Tayvan armiyasını terbiyelayaptı. Yoki Tayvan'ı terbiyelash, Tayvan askerlerini terbiyelashni uğurlaştırıvatı degan bir xabarni sizlarga yetkazdik. Hem de shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari quruqliq chiqib jang qilg'uchi qismlarining bir guruh odami yoki bir guruh askariy qismlari Tayvanga kirdi dedik. Endi o'sha yerda qolsin, hozir endi siz angladingiz. Yaponiya Qo'g'dunush qismlarining navbatda amaliy yoki xizmat ustidagi bir nafar amaldorni Tayvanga batish. Şu halde siz özünüz paraz qilmaysiz, ko'rib beqing. Paraz bu yerda qiyos mavjud emas. Çünkü Tayvanning hozirgi holati Yaponiya Qo'g'dunush vazoratining amaldorini Tayvanga vatidi. Amerikaning mashqovullari allaqachon Tayvan kirib bo'ldi desangiz, hozir Tayvanning vaziyati realligi nima? Qaysi daraja ko'tarildi desangiz bo'ladi vatandosh. Bu intayin nozik ish. Boshda nim debdi? Cüngü qanday qarshilik ko'rsatdi diplomatiya bo'yicha va yoki boshqa yo'l bilan, lekin Yaponiyaning bu qarori hargiz o'zgarmaydi. Tarixni esingizga oling. 1910-yildan 1945-yilgacha Yaponiya Tayvanga hukmronlik qilgan edi vatandosh. Ikkinchi dunyo urushi, Ulug' okean urushi shu mag'lub bo'lish bilan Yaponiya mag'lub bo'lish bilan Tayvan azat bo'ldi. Cüngü quruqliq o tarafdan azat bo'ldi. Cüngüda ikki partiya urush davri, Kuomintang Gongchandang urushdi, Jiang Zemin'ini yengildi. Yengilganda qochadigan yeri yo'q. Amerika Qo'shma Shtatlarining g'amxo'rligi yoki ko'ngil bilishidan endi hisobda vatandosh Kuomintang armiyasi va Kuomintangning davlat rahbari Jiang Zemin Tayvanga qaytib kelishiga yo'l qo'ydi. Yoki Tayvanni Cüngü Kuomintangning lageri qilib qurib berdi desangiz bo'ldi vatandosh. Mana hozirgi vaziyatlar shu. Bugun bu yerda hammamiz leksiya so'zlash jarayonida Tayvan ishi o'tirg'i chiqsalar, Yaponiya qanchalik ayrilishi deb men o'zim shunday o'ylab kelayotgan bir odam. Endi Yaponiya Tayvanning ishiga aralashadigan bo'lsa debdi boshda. Bu mo'yimning ichidagi mo'yim ish. Tayvanning bexatarligi, Tayvan bo'g'ozining bexatarligi, mo'yimning ichidagi mo'yim ish deb buning orqa tarafida yana Amerika Yaponiya bexatarlik shartnomasi. Bu mavjud. Endi ish mana shu yerda vaziyat shu yerda hozir to'rbetda film ishlab qo'yib beradigan bir yosh bola ismi Su Shaohe deydi. Yaqinda Sichuanni ziyorat qildi. Rais Xi Jinping Sichuan g'arbiy shimol harbiy rayonida nima ish qildi bu bizga sizga noma'lum deydi. Onun ustiga 20. qurultayni boshlaydi, 11 oyda echiladi ekan. Hozirlik açan o'yini va Xi Jinping o'yini deydigan o'yin Cüngü quruqliqida va chet ellarda shunga munosabatda Xitoy obzorchilarning og'zida qalamada video filmlarda qayta o'tirg'i chiqyapti. Bu o'yinning natijasi nima? Bu kishilarni aldash uchun men o'tganda bir dedim. O'ynayotgan o'yinmi yoki rasmiy o'yinmi? Ya'ni xalqaro besim qistab kelganda partiya markaziy komiteti Jonanxayning ichida ikki guruhni o'tirg'i chiqamdi. Shunday savol qo'ying. Agar shunday chiqadigan bo'lsa, Rais Xi Jinping 20. qurultayda
yana bir qatim rais bo'lib saylanış mümkünligidan ayrılıp qalsa ve buni ko'zi yetmese mushu oy mushu kunlarda Reis Xi Jinping Tayvan bo'g'izida mushundaq vaziyat ostida, masalan Yaponiyaning yuqorqi ishlari munosabatlik Tayvan bo'g'izining vaziyati to'g'risida tavakkalchilik qilamdi. Tavakkalchilik qilish bir 20-qurultayda qayta saylanishni kutishning hojati yo'q. Faqat tavakkalchilik qilish bilan 21-qurultayda va 20-qurultay saylanishni kechiktirish shaklida partiyaga rais bo'lib qalaverdi. Agar ichki ziddiyatlar hadab kelsa, Reis Xi Jinping bilan lekachon o'tirishki ziddiyatlar deydi, bu portlab chiqsa, o vaqt Jungoning taqdiri qanday bo'ladi? Ichki taqdiri qanday bo'ladi? Gap mana mushu keldi vatandash.